Assalomu alaykum. Men Termiz ixtisoslashtirilgan san'at maktabi Xalq cholg'u kafedrasining oliy toifali o'qituvchisi Sattorova Muborak Bo'riyevna. Sizlarga men o'quvchilar bilan ritm bo'yicha ishlashni tavsiya qilmoqchiman. Bunda avval o'quvchiga berilgan asarda ritmik ko'rinishni qarsak bilan chalamiz. Undan keyin ochiq torda o'sha ritmik ko'rinishni chalib beramiz. Undan keyin esa nota bilan ishlaymiz. Bunda o'quvchida ritm hissiyoti uyg'onadi, ritmni sezish qobiliyati uyg'onadi va musiqa hissiyoti rivojlanadi.